Mana bugun yana ona tili darsimizni boshlaymiz. Bolajonlarim, bugun darsimizni mana bu manzara bilan boshlasak. Bu yerda kamalak tasdiqlangan. Chunki bugun kamalak metodi orqali bilimlarimizni o'zimiz mustaqil baholab boramiz. Bolajonlar, kamalakka e'tibor bering. Kamalak ranglari qanday? Turlicha. Lekin uni shakli qanday? Shakli bir xil. Tomchilarga e'tibor beramiz. Tomchilar esa shakllari turlicha, ammo ularni tarkibi bir xil, ya'ni suvdan iborat. Bulutli kun bilan quyoshli kun bir-biriga taqqoslab turilishi, ular o'xshashmi? Yo'q, ular bir-biriga zid. Tabiatda mana shunday o'xshash, farqli, bir-biriga zid hodisalar ham bor. Xuddi shunday tilimizda ham ma'nodosh, shakldosh va zid ma'noli so'zlar bor. Bolajonlar, keling sizlarni hozir juda qiziq bir o'yin o'ynashga taklif etaman. Bolajonlar, demak so'zlar shakl va ma'no turlariga ko'ra quyidagicha bo'lar ekan. Birinchisi shakldosh so'zlar. Ikkinchisi ma'nodosh so'zlar va uchinchisi zid ma'noli so'zlarga bo'linadi. Birinchi guruhimizning guldastasiga e'tibor beramiz. Gullarimizning shakli bir xil, ammo ularning rangi turlicha. Ikkinchi guruhimizda esa shakllari turlicha, lekin ularni rangi bir xil. Uchinchi guruhimiz guldastasida esa rangi ham, shakli ham turlicha gullarni ko'ryapmiz. Tushunib oldingmi? Demak, bugungi mavzuyimizda sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan ma'nodosh, shakldosh va zid ma'noli so'zlarimiz ham xuddi shunday. Darsligimizdagi 59-mashqqa e'tiborimizni qaratamiz. Quyidagi misralarni diqqat bilan o'qing. Dil, qaynoq, erk so'zlarini yana qanday so'zlar bilan o'zgartirsa bo'ladi? O'ylab ko'ring deyapti. Qarang, senga mehrim dil to'la qaynoq, erkimizning timsoli bayroq.